Minecraft, lekin har safar daraja oshgani sari bizning skinimiz almashib boradi. Maqsadimiz esa endi Dragonni mag'lub qilish. Bizni bu sayohatda nimalar kutayotganini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Ha, to'g'ri. Hozircha o'zimni skindaman, chunki skin almashish uchun bizga birinchi daraja kerak. Daraja topish uchun esa minimum ko'mir yoki biror mob kerak. Unda vaqtni cho'zib o'tirmasdan boshladik. Va nihoyat birinchi darajaga ham erishdik va biz aylanamiz Box uzga. Ajoyib. Xo'sh, endigi maqsadimiz ikkinchi daraja to'plash va biroz ovqat topish bo'ladi. Qani ketdik. Oho, kimlarni ko'ryapman? Ovqat o'z oyog'i bilan kelibdi-ku. Sen ham bizga kerak bo'lasan. Xo'sh, savanna. Odatda savannada qishloqlar ko'p bo'ladi, lekin undan oldin ovqatlarni pishirib olamiz. So'ng qishloq topishga avval tosh kovlaymiz. Pechkalarni yasaymiz, qo'yib chiqamiz, pishirishga qo'yamiz va kutamiz. Mana go'shtlar ham pishdi, endi daraja yig'amiz. Mana ikkinchi daraja ham bo'ldi va biz aylandik Yasikoga. Yaxshi, endi esa 3-daraja to'plash kerak. Qo'ylarni ko'ryapman, ularni darhol chopish kerak. Yotoq muammosi ham hal bo'ldi. Yana ovqatni ham ko'ryapman, ularni ham tezda yig'ishtirib olish kerak. Piramida ko'ryapman. Bu yerga ehtiyotkorlik bilan tushib olamiz. Uni esa tezroq sindirib tashlash kerak. Juda soz. Endi qishloq topsak, shoshmanglar. Ana endi qishloq topsak bo'ladi. Deyarli 3-daraja bo'ldik. Mana shu to'qni o'ldirsam va nihoyat 3-daraja va biz aylandik Klausga. Ajoyib. La'nati, tun tushib qoldi. Endi ovqatlarni pishirib olib, uxlash kerak. Xayrli tun Rolen. Bo'ldi. Xayrli tong Rolen. Endi narsalarni yig'ishtirib beton jo'nash kerak. Lekin undan oldin daraxt chopish kerak. Sababi yog'och yeb qolibdi. Endi bizga kerakli bo'lgan narsalarni yasab olsak ham bo'ladi. Qalqon, kirka, bo'ldi. Endi shu qo'yni o'ldiramizda qishloq topishga boramiz. Kazuga aylandik. Endi esa qishloq topishga. Yo'g'i, qishloqcha topishga. A few moments later. Va nihoyat qishloq topdik. Va yana uning oldida buzilgan portal ham bor ekan. Va sandiqda deyarli full sehrlangan oltin aslaha va biroz temir bo'lakchalari bor ekan. Bularni kiyib olamizda va bizda ikkita oyoq kiyim borligini ko'rib siqilamiz. Endi esa tunni o'tkazib yuboramizda ishimizni davom ettiramiz. Ya'ni bu yerdagi barcha samon bloklarini yig'ib olamiz. Yana bizga temir kerak, shuning uchun mana bu yuradigan temirdan so'rab turamiz. Bu yerda esa mana shu video boshidagi holatni ko'rishingiz mumkin. Lekin men golemni bu qilgan ishi uchun unga saboq berib qo'ydim. Undan so'ng men portal oldidagi oltin blokni olishni unutganimni sezdim va uni oldim. Wow, avampost-ku. Endi daraja yig'ish ancha osonroq bo'ladi deb o'ylagandim. Lekin undan oldin samon bloklarini nonga aylantirib olish kerak. Yaramas reyderchilar aniq yuqoridan hujumni kutishmayapti. Stop. Avval shu yerdan turib sandiqni o'maramiz. Endi ruhan tayyorlanib olamizda sakraymiz. Mana senga yaramaslar. Mana tezroq arbaletni o'qlamasdan o'ldirish kerak. Mana senga. Qalqon yaxshi ham qalqon bor ekan. Biroz kuch yig'ib olamizda hujumga o'tamiz. Nima, sen tirik qolding deb o'ylayapsanmi? Yo'q, bu uzoqqa cho'zilmaydi. Mana senga. Va nihoyat 5-darajaga ham erishdik va biz aylanamiz Zayk bo'yiga. Ajoyib. Endi esa bu yerdan so'ramiz. Lavali ko'l-ku. Menimcha Nezerga borishning ayni payti. Unda portal qurishni boshladik. Mana portal ham tayyor, endi esa uni yoqish kerak. Avval gravini
Keyin esa temirni hal qilamiz. Va uzoq kutilgan yondirgalka tayyor. Endi esa partani yoqamiz. Endi esa temirlarni olib nezirga boramiz. Unda olg'a. Do'stlar, video cho'zilib ketmasligi uchun men nezirda bo'lgan barcha voqealarni tezlashtirib yubordim, lekin bu muhim emas. Muhimi siz kanalga obuna bo'lib qo'ying. Va nihoyat men bu la'nati nezirdan qaytdim. Sizlar tasavvur ham qila olmaysiz men bu yerda qanchalik qiynalganimni, lekin men buni qildim. Ha, aytgancha, darajani ko'ryapsizmi? Darajani. Hozir bular necha edi? Men shohaplayga aylandim. Ajoyib. Endi esa bularni kiyib olamizda. Oko enderlarni yasaymiz. Aytgancha, yana meni 4 ta olmos bor. Bundan albatta qilich yasayman. Endi esa buni sindiramiz, ko'zni otamiz va end partari qidiruvini boshlaymiz. Mana yetib ham keldik, endi esa jangni boshlaymiz. Avval tepaga chiqib olamiz. Endi esa kristallarni portlatamiz. Bunisini ham. Kristallarni ham portlatib bo'ldim, endi esa navbat ajriga. One hour later. Va nihoyat ajdarni ham yengdik. Bizning darajamiz ham 60 dan oshdi. Ha, men bu videoga juda ham ko'p vaqt sarfladim. Do'stlar, agar sizlarga bu video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Unda yana shunga o'xshagan let's play videolar ham chiqadi. Xayr.